10. bab. Babur podshoning vaqalarining zikri va Kabulda dahshatli mojaro yuz berganligining bayoni. Babur podsho Kabuldan Xorasonga borgandan keyin toki qishning o'tirlarigacha Kabul tinch omonlikda edi. Babur podsho Xorasonda uzoq kechikdi. U tarafdan har xil xabarlar keladi. Lekin yo'l to'sar qaroqchilarning vahimasi tufaylidan yo'llar etilgan edi. Yuqorida tilga ilib o'tilgandek Yunusxonning 5 qizi, 2 o'g'li bor edi. Ularning 3i bir onadan edi. Birinchisi Mehri Nigar xonim. U Shoib ekan bilan Samarqanddan Hiratga kelib, Hiratdan Kabulga kelgan edi. Shu kunlarda Kabulda edi. Ikkinchisi Babur podshoning onasi Qutlug' Nigar xonim. Yaqinda vafot bo'lgan edi. Uchinchisi Faqir Mirza Haydarning onam. Tinchlik mezgilda Toshkentda vafot bo'lgan edi. Bular yuqorida so'zlab o'tildi. Demak, bu 3 qizning onalari Eson davlat begim edi. Sulton Mahmudxon, Sulton Ahmadxon va Sulton Nigar xonim u Sulton Abu Said Mirzaning o'g'li Mirza Sulton Mahmudning ayoli edi. Mirza xonning onasi Davlat Sulton begim u Shohibek xonning o'g'li Temir Sultonning ayoli edi. Bu 2 o'g'il va 2 qizning onasi Shoib ekan edi. Bularni tilga ilishdan maqsad shuki, Shoib ekan Babur podshoqimi, Peqirgimi ona tarafdan Mo'ma Mirza xoningmi mo'misi edi. Podsho xonlar bilan birga yengilib Hisor tog'lariga qochib borgan chog'da Mirza xon shu tog'larda podsho bilan qo'shildi. Shu vaqtdan toki bu muddatgacha Babur podshoning mulozimatida edi. Babur podshomi uni farzandini o'rnida ko'ratdi. Chunki Mirza xonning dadasi Babur podshoning otasi bilan bir tuqqan. Uning onasi Babur podshoning onasi bilan bir tuqqan edi. Babur podsho Xorasonga berish vaqtida Mirza xon Shoib ekan xizmatini qilish uchun Kabulda qolgan edi. Bu qishda Xorason tarafdan har xil xabarlar anglangan turdi. Shoib ekanning ko'nglida onalik mehri o'ti yolqinjashqa boshladi. U Babur podsho Xorasonda Mirzalarning qo'lida tutqun bo'ldi. Chunki Sulton Husayn Mirza bilan Sulton Abu Said Mirza o'tirsida qon to'kilib qattiq adovat tushgan edi. Babur podsho ularning qo'lidan qutula olmaydi deydi. Yana kelib ashunda xabarlarni anglanib turibdi. Shunga Shoib ekan Mirza xonni Babur podshoning o'rniga o'ltirg'izish fikriga tushdi. Ondan bu so'zni otamga izhor qildi. Otam buni mutlaq loyiq topmadi va bu arada ko'p talash tartish va jidallar bo'ldi. Oxir bu ishga ma'qul bo'lmasa, Shoib ekamga azar yetkazishga to'g'ri keladigan darajaga berib yetdi. Shoib ekamga azar yetkazganda xollargami azar yetadi. Otamga bu ishlar intayin mushkul edi. Oxir otam, sizlar mening to'sqinim bilan chekinib qolmaysizlar. Bu ishlarga men bosh bo'la olmayman dedi. Babur podshoning amirlari har kuni Kabul qal'asidan chiqib, otamning huzuriga keladi. Toki mushu vaqtgacha u odatlarni tashlamagan edi. Bu talash tartish va mojarolar to'li bo'lib, bir oydan keyin Shoib ekan Mirza xonni Babur podshoning o'rnida o'ltirg'izishni qaror qildi. Shunga otam amirlarga maxfiy oldi. Endi sizlarning mening qishimga kelishinglar muvofiq emas. Buningdan keyin mening oldimga kelmanglar deb ularni yondirdi. Amirlar yenib qal'aga kirib ketdi. Otam Kabuldan bir kunlik yiroqlikdagi Ababaran degan yerga berib turdi va fitna fasodlarga qo'shilmadi. Shuningdek keyin Shoib ekan butkul mo'g'ullarning oldida xutbani Mirza xonning nomiga o'qidi va Kabul qal'asini ilishning qasdiga tushdi. Qancha jangu jidallarni qilgan bo'lsa-mu, hech bir maqsadlar hosil bo'lmadi. Shoib ekan otamni chaqirg'ili necha navbat kishavatdi. Otam qabul qilmadi. Haddidan ziyoda zo'rlab turib olganlikdan otammu ilojisiz keldi. Toki 24 kungacha Kabul qal'asini muhozara qildi. Texicha jangu jidal to'pisida edi. Babur podsho yetib keldi. 11. bab. Babur podshoning Xorasonga borganligi va Kabulda yuz bergan ig'ir mojaroning bayoni. Vaqtiki Babur podsho Jangir Mirzaning orqasidan Xorasonga qarab yurdi. Podsho Hazara tog'larida Jangir Mirzaga yetishib keldi. Kengash va maslahat qilishib Xorasonga borgan muvaffaq
Ehtimal Sultan Hüseyin Mirza'nın oğullarının quvveti bilan Shohi Bekxonga taqobil turg'ili bo'lar degan qarorga kelib, bu xiyol bilan Xorasonga qarab yurdi. Xorason xalqi bu ikki aka-ukaning yetib kelganligiga ko'p xursand bo'lishdi. Xorason xalqi Sultan Hüseyin Mirza'ning o'g'illarining kuchi bilan Shohi Bekxonga taqobil turg'ili bo'ladi degan fikr bilan shodliq cho'mishdi. Lekin podsha mo'ljarlab ko'rdiki, Sultan Hüseyin Mirza'ning o'g'illarining bir-biri bilan ittifoqlashishi mumkin emas. Toki bular ittifoqlashmaguncha hech ishni bir boshqa ilib chiqib bo'lmaydi. Uning ustiga Jahongir Mirza sharobni to'la ichganlikdan ishol, muy va tabiiy muharriq qiziq tab kesliga mubtalo bo'ldi. Xaloyiqning og'zida Jahongir Mirzaga Xadicha begim sharobga zahar qo'shib ishkizib yetibdi degan gap so'zlar tarqaldi. Shu sababdan Kabulga yonmoqchi bo'lib, Mirzalar bilan xo'shlashdi. Kabulga qarab yuzlandi. Ular Hazara tog'larida yetib kelganda Mirzaxon va Muhammad Husayn Mirzalar Kabulni muhozir qilib urush qilayotganmish degan xabarni angladi. Bu yomon xabarni anglab, hamma asliha va ig'ir yuklarni Jahongir Mirzaga topshirdi. Chunki Jahongir Mirza kasal edi. Mapida asta kelyotdi. Podsha bir qancha tez yurguchi otliqlar va chaqqon palvonlarni ilg'ab Kabulga qarab yurdi. Hinduqush deg'i. Hinduqush hozirgi Afg'oniston tavasidagi tog'. Hindiston chegarasi bo'yiga to'g'ri keldi. Muharrirdan. Da qor ko'p edi. Noiti qiyinchilik bilan o'tib, tez surat bilan yurib, bir kecha sahar vaqtida yetib kelib tegish qildi. Qal'aning teshidagilar parakanda bo'lib, har tarafga qaytishdi. Qal'a ichidagilar tashqariga chiqdi. Ishkir tashqaridagi barliq narsalarni talon-taroj qildi. Ammo yaxshilik va muruvvat Bobur podshoning xos sifati edi. U xushal xuram holda mo'misining huzuriga kirdi. Hozir u podshohdan yuz o'rib, navrisi Mirzaxonni podshohning o'rnida o'ltirg'izgan edi. Bobur podshoh Shohi Bekam bilan uchrashgandan keyin Shohi Bekam hayron bo'lib turib qoldi va tilga hech bir so'z kelmadi. Bobur podshoh tizilib ta'zim qilib adab rasmiyatini baja keltirdi va kishining onasi bir farzandiga shafqat va iltifot qilsa, uni ig'ir ilib malol bo'lishga yana bir farzandida nima had bo'lsin? Men shu topda uzoq yo'ldan herib keldim deb Shohi Bekamning quchog'iga beshini qo'yib uxlagan bo'lib yotdi. U Shohi Bekamning hijolatdan chiqib, ko'ngli tasalli topsin degan g'arazda edi. Barakalloh, oprim bu yaxshilikqa. Tegi podshohning ko'zi uyquga bormagan edi, podshohning hammasi Mehrinigar xonim kirib keldi. Podshoh chachrab qopdi va xonim bilan ko'rishdi. Xonim uningga yaratquchi ulug' Tangriga 100 ming shukri, sana bo'lsinki, didoringizni ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Ahli ayollaringiz jamolingizni ko'rishga intizordir. Qoping, qal'aga kiring. Bizmi shu yerga kiramiz dedi. Bobur podshoh qal'aga kirdi. Barliq o'limalar, amirlar tangdassiz Tangriga shukri sanolar ado qildi. Ular xiralashgan ko'zlarini Bobur podshohning muruvvatlik oyoqlari tuproqlarining surmisi bilan ro'shan qildi. Bu chog'da xonim Mirzaxonni va otamni hamroh qilib Bobur podshohning qishig'iga yurdi. Ular yiqilishib kelganda Bobur podshoh xonimning istiqboliga chiqdi. Xonim uningga "Ey jonim, gunohkor qarindishingni elib kelishdi. Bular to'g'risida nima dersan?" deb otamga ishorat qildi. Bobur podshoh otamni ko'rish bilanla tezlikda ilgirki ta'zim va tavazullarni baja keltirib, xushal kulimsirab ko'rishdi va quchoqlashdi. Intayin xush muomala va mehri shafqatlar bilan otamning ahvolini so'radi. Uningdan keyin Mirzaxon bilan ko'rishdi. Uningga zo'r mehri shafqatlar ko'rsatdi va noiti izzat ikrom bilan majlis tuzdi. Shunda qilib bularni yo turolmaydigan, yo ketolmaydigan holatda hayron qildi. Bular xijolatdan boshlarini ustun ko'tarolmaydi. Karamlik Bobur podshoh bularning xijolat g'uborlarini odamgarchilik va yaxshilik suyi bilan yuyatdi. Ammo u bo'lmug'ir qiliqning xijolatchilik g'uborlari ularning ko'ngil aynikiga mahkam o'rnashib, hargiz bir taraf bo'lmadi. Otam bilan Mirzaxon Qandahorga berishga ruxsat oldi. Ular Shohi Bekam bilan xonimni izzat ikromlar bilan asrab Qandahorga yetib keldi. Shuningdan keyin Mirzaxon Qandahorda qoldi. Otam Farah va Sistan. Sistan hozirgi Eron va Afg'oniston tavasidagi cho'llik. Farah daryosi
Halmat daryosining töven iqini bu yerdan iqib o'tadi. Muharrirdan tarafga ketdi. U Xorasonda ko'ngliga pukkan muborak niyatni ado qilmoqchi edi. Otam Faraqqa yetib kelganda Shohibixonning Xorasonni olganligi va Chag'atay ulusining mag'lubiyat bilan xonavayron bo'lganligi, yo'llarning xatarlik ekanligi orqa-orqadan anglandi. Shunga otamning u maqsadi vujudga chiqmadi. Bu chaqda tarixning Hijriya 912-yili. Hijriya 912-yili, milodiya 1506-1507-yillarga to'g'ri keldi. Yili bo'lgan edi. 12. Bab. Babur podshoning Kabuldagi vaqtida bo'lib o'tgan voqealarning bayoni va bu voqeaga munosabatli bo'lgan har xil hikoyatlarning zikri. Bilmek kerakki, yuqorida tilga ilib o'tilganidek, tarixning Hijriya 909-yili. Hijriya 909-yili, milodiya 1503-1504-yillarga to'g'ri keldi. Babur podsho Muqim ibn Zunnun Arg'un degan Kabulni oldi va Xusrav shohning lashkarimi podsho bilan birga edi. Ular 20 mingga yaqin kishi edi. Shunga Kabulda qisilib tanglik tortdi. Shu sababdan Babur podsho Hindistonga yurish qildi. Bu safarda yo'l bilmaganligi uchun mushkul yo'llarga kirib ketib, ot uloqlarning ko'pinchasi nobud bo'ldi. Oxir ilojisiz Kabulga yenib kelgandan keyin Xusrav shohning lashkarlarining hammasi chechilib har tarafga ketdi. Mushu vaqa asnosida Shohibikam va otam Kabulga keldi. Babur podsho Xorasonga bordi. Bular yuqorida bayon qilindi. Uningdan keyin biz Qandahar tarafga bordik. Bu ishlardan podshoning tavobiati ojizlashdi. Uning kunlari tanglik ichida o'tdi. Uning ustiga bu kunlarda Jahongir Mirza vafot bo'ldi. Podsho bu voqeadan keyin qanday bo'lishidan qat'iy nazar Kabulda turish qaroriga keldi va Qandahordagi Shohibikka kishi avatdi. Shohibik Zunnun Arg'unning o'g'li bo'lib, Zunnun Arg'un Sultan Husayn Mirzaning amirlaridan edi. U 30 yildan beri Sultan Husayn Mirza tarafdan Qandahorda turib to'liq huquq bilan hukumat tutgan edi. Gerçi u o'zi shijoatlik va farosatlik bo'lsa-mu, lekin noiti bexillik bilan nurg'un xazina to'plagan edi. O'zi mirzalarning xizmati uchun Xorasonga ketgan edi. Shohibixon Hirat ustiga yetib borganida Zunnun yolg'iz taqobil turib, o'zbek lashkarining oldin yurib qismlari bilan birpas urush qildi va shu urushda o'ldirildi. Qandaharda Zunnun Arg'unning o'rnida o'g'li Shohibik hokimiyat ustida o'ltirgan edi. Babur podsho uningga kishi avatib, hozir Sultan Husayn Mirzaning farzandlari chechilib ketdi. Eng yaxshi itoat va xizmat ishkini oshqin. Chunki hozir bizning saltanat bargohimizda amir va vazirlik o'rniga o'ltirishga sendan loyiqroq kishi yo'qdir degan mazmunda xat yozib, ana shunday va'da oralash so'zlarni qayta ta'kidlab oraga soldi. Ammo Shohibik qabul qilmadi. Chunki u Babur podshohga xizmat qilishni o'zi uchun or-nomus deb biladi. Alqissa, Shohibik hech bir yo'l bilan sulhiga kelmadi. Oxir ish urush qilishga qaror topdi. Babur podsho Qandahor ustiga bordi. Ikki taraf yuzma-yuz taqobil turishib urush qildi. Noyda qattiq va qonliq urush bo'ldi. Oxir g'olibiyat shamili Babur podshoning tug' alamlarini labildatdi va mag'lubiyat to'pi tumonlarining Shohibikning lashkarining ko'ziga cho'chdi. Ularga parakandalik va sarosamilik yuzlanib, Qandahor qal'asiga kirgidek majol qolmadi. Parlaq istiqbolni Xorasonlikqa Xaruzorlikqa tegishib podshoning qo'liga tushdi. Babur podshoning qo'liga shu qadar ko'p g'azni tushdiki, oltin va javohirlarni lashkarlarga sarlab taqsim qilib berdi. Bu chaqda Mirzaxon Qandahorda edi. Babur podsho noiti davlatmanlik bilan va nurg'un g'aynimat mollar bilan Kabulga yenib keldi. Qandahorni Jahongir Mirzaning inisi Sultan Nasir Mirzaga berdi. Kabulga kelganda Badaxshan tarafdan Xusrav shohning viloyati O'zbekka tava bo'lib ketdi. Lekin Badaxshan xalqining ba'zilari O'zbekka bo'ysunmabdi. Necha qitim O'zbek lashkariga zarba beribdi. Ularning cho'ngi Zabirag'i rag'liq kishi degan ma'noda. Rag' Badaxshanning g'arbiy shimolidagi tog'liq rayon bo'lib, Panish daryosining o'ng vodisiga to'g'ri keldi. Muharrirdir.
degan xabar anglandi. Bu xabarni anglagandan keyin Shoyi bekam Badaxshonga berish zurriyatini oraga soldi. U Badaxshon mening 3000 yildan beriqi miros mulkimdir. Gerçi men ayol kishi saltanat bilan munosabatim yo'q bo'lsa-mu, ammo navaram Mirzaxon bor. Badaxshon xalqi mendan va farzandimdan o'zini qochirmas dedi. Shunga Bobur podsho ruxsat berib, Badaxshonga berishga ijozat qildi. Shoyi bekam va Mirzaxon Badaxshonga bordi. Qarindishim Muhammad Shohmu Shoyi bekamning xizmatida edi. U mu hamroh bo'lib ketdi. Ular Badaxshonga yaqinlab borgandan keyin Mirzaxonni Zubayr og'a qishig'i yetib kelganligi xabarini yetkazishga va uning xiyolini anglab beqishga vatdi. Bu g'araz bilan Mirzaxon Zubayr og'a qishig'i yurib ketdi. Shu vaqtda Mirza Abu Bakrning lashkari Qashqardan yetib kelib, Shoyi bekam va xonimlarni hamma tavallari va taalluqlari bilan tutib Qashqarga elib ketdi. Mirza Abu Bakrning ishlarining tafsiloti tuvanda bayon qilingusi. Mirzaxon bu vaqadan xabar tepib, Zubayr og'a qishig'iga qochib bordi. Boshda Zubayr og'a darhol izzat ikrom bilan oldiga chiqdi. Ammo oxirda uni shu qadar nazarband qildiki, Mirzaxonning qishida o'zining 2-3 xizmatkordan boshqa kishi qolmadi. Necha muddatgacha mushundaq o'tdi. Yusuf Ali ko'ngildosh Mirzaxonning koni mulozimi edi. U 18 kishi bilan birlashib, kechada berib Zubayr og'ani o'ldirdi va Mirzaxonni podsho qilib ko'tardi. Bu vaqt tarixning Hijriya 913-yili. Hijriya 913-yili, milodiya 1508-1509 yillarga to'g'ri keldi. Bo'lgan edi. Toki oxirgi vaqtlargacha Badaxshon Mirzaxonning qo'lida edi. Bobur podsho Qandaharni ishg'ol qilgandan keyin Kobulda turardi. Xosrav Shohning Mo'g'ullardan qolgan bir muncha jamoati bor bo'lib, bular uningga yaqin kishi edi. Ular Abdurazzaq Mirza ibn Ulug'bek Kobulni podsho qilib ko'tirib, Bobur podshoga qarshi chiqdi. Shunga Bobur podsho bilan billa 500 dan ortiq kishi qolmadi. Bobur podsho intayin jur'atli bo'lganlikdan 500 kishini boshlab urushga kirdi. Bobur podshoning urushlari ichida bir cho'ng urush mushu urushdir. Demak, nurg'un jangu jadallardan keyin qarshi tarafga mag'lubiyat yuzlandi. Bobur podsho u urushda yolg'iz 5 kishiga taqobil turib, urush qilib g'alaba qildi. Vaholanki u 5 kishi qarshi taraf lashkarlari ichidagi ilg'angan bahodirlar edi. Bobur podsho Ali Gur, Ali Sina va yana 3 bahodir palvon bilan taqobil turib elishdi. Podsho o'tkir shamshir bilan bularning hammasini qochirdi. Abdurazzaq Mirza shu urushda podshoning qo'liga asirga tushdi. Ammo podsho kangchil qilib uni qo'yib berdi. Bu voqealardan keyin podshoning ish kuchlari rivoj tepib, Kobulda mustahkam o'rnashdi. Tarixning Hijriya 916-yili. Hijriya 916-yili, milodiya 1510-1511 yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganda Shoyi bekxon o'ldirilib yiqitildi. Shu vaqtgacha podsho Kobulda edi. Bu ahvollarning tafsiloti bayon qilingusidir. 13-bob. Shoyi bekxonning Xorazmga borganligi, Xorazmni qo'lga kirgizganligi, ondan Mavarao'y nahriga yurish qilib, Xorason mamlakatiga qarab yuzlanganligining bayoni. Shoyi bekxon Mo'g'ulning ishlarini bartaraf qilgandan keyin Sultan Saidxon Mo'g'uliston qochdi. Otam Xorasonga ketdi. Qolganlardan ba'zisini o'ldirdi, ba'zisini zindonga soldi. Shoyi bekamni Xorasonga avatdi. Qolgan Mo'g'ul xalqini o'ziga hamroh qilib Xorazmga bordi. Xorazmni 11 oygacha qo'rshidi. Xorazmda Sultan Husayn Mirza tarafdan Husayn so'pi hokim edi. Bu 11 oy muddat ichida hech kim uning faryodiga yetmadi. U ba'zilarini o'ldirdi, ba'zilarini zindonga soldi. Uningga hech bir tarafdan yordam berilmadi. Shundaq bo'lsa-mu, u ajoyib g'aroyib urushlarni qildiki, uning urushlari hozirmi o'zbeklar orasida masal bo'lib tarqalibdi. Oxir uning butkul maosh va oziq-tuliklari qolmadi. Ko'p xalq ochliqdan o'ldi va urush qilgudek majollari qolmadi. Shu vaqtda Shoyi bekxon Xorazmni oldi va Husayn so'pini o'ldirdi. Uningdan keyin Samarqandga qaytib keldi. Xorazmni ishg'ol qilishdan ilgari Balxni 6 oy qo'rshab qo'lga kirgizilmay orliqda qolgan edi. Bu voqea yuqorida bayon qilindi.
Shohibxon Xorazmni qo'lga kirgizgandan keyin yana Baliqqa yurish qildi. Baliqni ishg'ol qilib Samarqandga yenib keldi. Qishni Samarqandda chiqarib, bahor vaqtida Xorasonga yurish qildi. Sultan Husayn Mirza shu yilning oldingi yili vafot bo'lgan edi. Uning farzandlarining fikri suz, tadbirlari kota bo'lganning ustiga hech qaysi bir-biri bilan ittifoq emas edi. Shohibxonning kelayotganligi xabari anglangandan keyin ularga vahima va qo'rqinish yuzlandi. Har kim har qismi maslahatlarni ko'rsatdi. Ammo texcha o'y-xiyollari bir yerga qaror topmagan edi. Shohibxon Heratga yetib keldi degan xabar anglandi. Mirza Zunun Arg'un oldiga chiqib, urushga tayyorlanib turdi. U ulug' kalkunni bir siqim tuproq bilan bog'lab to'xtatqili bo'lmaydiganligini, lovuldab kuyayotgan mash'alni xas va xashak bilan o'chirishning mumkin emasligini bilmaydi. Shohibxonning lashkarining oldingi qismlari o'zbeklar edi. Ular bilan birpas urush qildi. Mirza Zunun shahid bo'ldi. O'zbek lashkari shu yerdan yurgancha Udul Herat shahriga kelib bulang-talang qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Mirzalar va amirlar har tarafga qochdi. Shohibxonga Herat ishg'ol qilindi, lashkarlar shahar ichiga kirdi degan xabar anglandi. Heratning bundoq cho'ng shahar muncha oson qo'lga kiramdi deb hamma xaloyiq ajablandi. Tazkiri tush shuara shoirlar tazkirasi nomli kitobda ismi zikr qilingan Muhammad Salih Sultan Abu Said Mirzaning amirlaridan edi. U Xorasonning ishg'ol qilinganlik tarixini Fetih Xorason, Fatih Xorason degan so'zdan chiqaribdi. Uning soni 912 dir. Hijriya 912 yili, milodiya 1506-1507 yillarga to'g'ri keldi. 14 bob. Atam Muhammad Husayn Ko'raganning Shohibxon huzuriga borganligi va buningga aloqador voqealarning bayoni. Shohibxonning tog'am Sulton Mahmudxonni va atamni shahid qilganligining zikri. Atam Tangri uning hujjatlarini nurli qilgay. Bilan Mirzaxon Kabuldan Qandaharga kelgandan keyin Mirzaxon Qandaharda qoldi. Atam haj qilish niyatida Qandahardan o'tib ketdi va Seyistonga berishni qaror qildi. Ondan Nuhbandan yo'li bilan Kerman hozirgi Persiya qo'ltiqi bo'yidagi Kerman Muharrirdan g'abomoqchi bo'ldi. Chunki Xorason bilan borsa, Xorasondagi mirzalar uni to'xtatib qoladi. Otam Qandahardan o'tib Faraqqa yaqin yetib kelganida bir to'p jamoat qochib keldi. Ularning ahvoli shu darajada xarob va perishon ediki, uningdan ziyodasini tasavvur qilish qiyin edi. U jamoat bayon qilib Shohibxon Xorasonni oldi. Biz qochib keldik deb hamma voqeani aytdi. Otam u yerdan Faraqqa bordi. Her tarafdagi yo'llarning xavflik va xatarlik ekanligini ko'rib, u yerda boshqa amal topolmay toki 3 oygacha Faraqda turdi. Shohibxon otamning Faraqda ekanligini angladi va ko'p ta'kidlashlar bilan taklif qilib odam avatdi. Otam Faraqning ulug'lari bilan bilib oldi. Shohibxonni ko'rdiki, Ulang Kekdaston hozirgi Afg'onistondagi Heratning atrofida muharrirdir. Da shu qadar ulug'vorlik bilan o'ltiribdiki, uning tafsiloti bu kitobga sig'mas. Uning dabdaba va hashamati shu darajada ediki, necha yillargacha uningga o'zgarish va zavollikqa yetishning ehtimoli yo'q edi. Ajab holatdirki, ozgina muddatla paydo bo'lib kengayib, ondan yo'q bo'ldi. Bu voqea pat fursatda bayon qilingosi. Demak, otamga Shohibxon izzat va ikromlar qildi. İltifat dallari va in'om qonlari bilan azizladi. Ondan Qandaharga keldi. Qandaharda Sultan Nasr Mirza bor edi. 40 kungacha Qandaharni muhosir qildi. Oxiri sulhi qilishib, g'animat mol ilib yondi. Shu yili Mashhad hozirgi Iranning sharqiy shimolidagi shahar, Muharrirdan. Nishapur hozirgi Iranning sharqiy shimolidagi shahar, Muharrirdan. Astrabad hozirgi Iranning sharqiy shimolidagi shahar, Muharrirdan. Tarihi qatorliq joylarda Sultan Husayn Mirzaning farzandlari bilan Shohibxonning orasida necha qitim urush bo'ldi. Ammo har qitimda g'alaba o'zbek tarafida, mag'lubiyat Chag'atay tarafida edi. Chag'ataylarning ko'pinchisi shu urushlarda o'ldirildi.
qolganlari shu qadar parakanda bo'ldiki, shuningdan keyin mutlaq bir jamiyat holatiga kelinmadi. Shu asnoda Ubaydulloh xon sulton edi. Buxoroga boradi. Chunki Buxoro uning miros poytaxti edi. U meni otamdan tilidi. Buningdan sabab shu ediki, otamning farzandlari zikrida bayon qilinganidek, otamning farzandlarining cho'ngi Habiba sulton xonish edi. Otam shahar Sabizdagi vaqtida Habiba sulton xonishni Shohibixon Ubaydulloh sultonga nikoh qilib qo'ygan edi. Shu aloqa bilan Ubaydulloh sulton meni otamdan tilab Buxoroga elib kelib, hamshira qishida saqladi. Shu yili qishda Shohibixon Mavarau nahar bilan qozoqlar ustiga atlandi. Otam Shohibixon bilan Buxoroga keldi. Shohibixon qozoqqa o'tib ketdi. Otamni Samarqandga qo'ydi. Boshbahor faslida Shohibixon Dashti Qipchoqdan yenib Xorasonga ketdi. Samarqandni o'g'li Timur sulton bilan otamga topshirdi. Shu yili yozda otam Samarqandda, men Buxoroda edim. Shu chaqda Sultan Mahmudxonning Mo'g'ulistondan Andijonga kelayotganlik xabari anglandi. Shohibixon otamni Xorasonga chaqirtibdi. Otam Xorasonga safar qildi. Ammo bu ishning oqibatini u o'zining o'tkir nazarlari bilan aniq ko'rgan edi va shehidlik rangini ajal lavhasida tasavvur qilgan edi. Ammo ba'zi yana hayot rishtasini nijotlik umidining rishtalari bilan bog'laydi. Halbuki nijotlik umidining rishtalari o'michik to'rining rishtasidanmi ojizroq edi. Lekin mening muhofizatimga ko'pdan-ko'p tirishchiliklar va ehtiyotlarni qiladi. U o'zining nafsi shahodat qo'ynimi ichida g'arq bo'lsa-mu, mening salomatlik sohilida balo qazo to'lqinning obididan salomat qilishimni istaydi. Birinchi qitim Xorasonga borganda meni o'qitish uchun bir solih va fazilatlik muallimni taklif qilgan. Uning ismi Hofiz Mirza edi. Haqiqatan solih va fiqr, nasiq, ta'alluq xatlaridan va xilma-xil ilm fanlardan xabardor kishi edi. Hofiz Mirza otliq bu muallimga otamning muhabbati nihoyat ziyoda edi. Xohi rohat farog'at vaqtida bo'lsin, xohi mehnat mushaqqat mezgilida bo'lsin, u muallim otam bilan birga edi. U menga Qur'on va xattotlikdan ta'lim beradi. Otamning Xorasonga ilojisiz berishiga to'g'ri keldi. U menga maxfiy holda iltifot va mehribonlik qilib, shafqat bulutlaridan yoqqan tomchilardek ko'z yoshlarini to'kdi. Otam ko'zlaridan mehr va muhabbat yoshlarini oqizatdi va Tag'an Sultan Mahmudxon Mo'g'ulistondan chiqibdi. Uningga har qancha nasihatlar qilib, Amir Timurning saltanati kuchaygandan keyin va Mo'g'uliston xarob bo'lgandan keyin sizning ota-bova ajdodingiz Mo'g'ulistonda bir qaror bo'lib, fursat kutib turgan edi. Ular kiyim-kechaklarning kamligi va turli-tuman taom va nozu ne'matlarning yo'qligiga qanoat qilib, o'zlarining va lashkarlarining or-nomusini to'kmagan edi. Ular nafis raxtlardan tikilgan liboslarning huzuri hamda laziz taom, sharof va mevalarning lazzatidan kechib, o'z jonlarining salomatligi va nusrat ilib kelguchi lashkarlarning tartib intizomini qo'g'digan edi. Toki 120 yilgacha mushu ahvolda o'tdi. Yana kelib janobingizning muborak vujud quyoshimi Mo'g'ulistondagi daryoning sharqida, ya'ni Xoqonlar nurlarining mashriq tarafida tug'ilgan edi. Yoshlik vaqtingizdan toki o'tira yoshlargacha bo'lgan davringizgacha orliqda ilgari ajdodlaringizning davrida vayron bo'lgan Mo'g'ulistonni ovat qildingiz. Bundaq fursatga buzurg va ajdodingizmi intizor edi. Sultan Yunusxonga va sizga ota-bobolaringizmi hasad qilgan mamlakatlar nasib bo'ldi. Ularga ega bo'lib idora qildinglar. 12 yilgacha to'liq qamal topgan peti hayot kechirdinglar. Hozir sizning lashkari kuchingiz Shohibixonning lashkariga yetmaydiganligi kundak ro'shandir. Shunga siz uchun eng muhim shuki, hozircha Mo'g'ulistonda turg'aysiz. Hayotlikni har qancha mehnat mushaqqat bilan o'tsa-mu, o'limdan necha hassa afzal bilgaysiz. Menga noyida uchuq oyandurki, agar Shohibixon sizni tepib olsa, sizning eng xoruzar bo'lgan usulda o'ltirishni orzu qiladi. Hech bir sabab bilan sizni saq qo'yishni ravo ko'rmaydi deb shunchalar qattiq ta'kidlab, qayta nasihat qildim. Afsuski, men jon va dilim bilan har qancha nasihat qilgan bo'lsam-mu, ammo qaltipamlikda tangdassiz.
Xəşxaş uruqi çağlıq mənfəətinin ümidində bir aləmnin vəyran buluşuğa səbəbkar bulduğan bir qancha rəzillər var idi. O pəskəşlər xanğa, Muhammed Hüseyin Mirza sizning Şahibixon huzuriga berishingizni xohlamaydi. Chunki Şahibixon uningga to'liq yaxshilik va izzat hurmatlar qilyotidi. Sizning berishingiz bilan o'zining qadr-qimmati kamlab ketishidan ehtiyot qilyotidi. Halbuki Muhammed Hüseyin Mirza siz Şahibixonga qilgan yaxshiliklarning o'ndan birini qilgan emas. Ammo Şahibixon Muhammed Hüseyin Mirzaga bu qadar hurmat qilib etibdi. Sizga uningdan 100 asa, balki 1000 asa ziyoda hurmat qilg'usidir deb vasvasiga solardi. Bu ham xiyollar Sultan Mahmudxonga yiqimliq anlanibdi. Shunga menga, "Hey adash, acaba o'zingiz Xorasan va Samarqandda nozu ne'matlar bilan xo'shal-xuram umr o'tkazsiz. Holbuki Mo'g'ulistonning vayronligi, tirikchilikning qiyinligini bilasiz. Shundaq turib, mening ashundaq tanglik ichida mehnat bilan umr o'tkazishimni ravo ko'rsiz" deb javob beryotdi. U razil odamlarning behuda so'zlariga chin putib bu yoqqa kelib etibdi. Bu qitim u albatta Şahibixonning Murod qo'lidan shiyitlik sharobini ichdi. Uningdan qolganini butunlay mangish chiridi. Əmdi seni Xudoga topshirdim. Gerçi sening bilan hamroh bo'lish menga jinimdanmi sherinroq bo'lsa-mu, ammo Şahibixonning seni menga hamroh qilmasligidan qo'rqaman. Sening vujudingning salomatligi va hayotingning uzun bo'lishini ko'zlab, ayrilish zahrini ichishni loyiq ko'rdim. Senmi meningdan ayrilish alamlariga sabr taqat qilg'aysan. Misra. Sabr erur talih, vali mevasi ko'p sherindir. Bilginki, otaning o'limi hamma farzandga mirosdir. Sangmi bu hodisa duch keldi. Agar hayotim qushi Şahibixonning qiltoqlarining xastadan xalos bo'lsa, sening didoringni ko'rish bilan xushal bo'lurman. Hafiz Mirim Salih va piqir kishidir. Hech kishi bilan do'stligi yo'qdir. Shunga menga biror voqea duch kelib qolsa, mening do'stlarimning maslahati bilan sen to'g'risida biror chora qiladi. Uning ustiga uning ahli ayoli Xorasonda. Bir yildan beri u men bilan hamroh bo'lib, ahli ayoldan ayrilib turyapti. Shunga Hafiz mening bilan birga borsin. Seni Mevlana Muhammadga topshiraman. Sen hamma ishda jazman uning buyrug'iga itoat qilishni zarur deb bilgaysan. Chunki Mevlana Muhammad mening ustozim. Uni mening o'rnimda ko'rgan. U zot ota-bovisidan tortib biz bilan orlashib kelgan. Tug'ilgan vaqtidan boshlab toki hozirgacha har vaqt menga hamroh, hamdam va ham suhbat, sirdosh bo'lib keldi. Har qanday balo va fitnalarda u sana yordam qilib, sana tinish amonlik va marhamat etaklarini yapar degan umidim bor. Deb otam nurg'un pandu nasihat go'harlarini maslahat rishtasiga tizib, aql hushur quloqlarimga osdi. Shuningdan keyin otam Şahibixonning huzuriga qarab yo'lga chiqdi. Shu kunlarda Şahibixon qolatni muhosara qilib turgan mahal edi. Otam berib ko'rishgandan keyin Şahibixon ko'rinishda iltifot va shafqatlar qildi va darhol ruxsat berib, Heratga berib turing deb o'lim xatini yezib, orqasidan kishavatdi. Otam Heratga yetgan hamon shahid qildi. Sultan Mahmudxonni hamma farzandlari bilan birga Xo'jandda shahid qildi. Sultan Mahmudxonni Hazrati Qutbul Haq Habaddin Shayx Maslahaddin Xo'jandi uning sirlari muqaddas bo'lg'ay. Ning muborak ziyoratigohi bo'lgan ulug' mozorda dafn qildi. Otamni saodat manbasi Sayyidlar xo'jasi Hazrati Amir Sayyidu Husayn uning sirlari muqaddas bo'lg'ay. Ning nurlarga to'lgan mozorlarda dafn qildi. Bu zulm voqeasi tarixning Hijriya 914-yili. Hijriya 914-yili, milodiya 1508-1509-yillarga to'g'ri keldi. Yuz bergan edi. Yuqorida zikr qilingan Mevlana Muhammad xonning shahid bo'lgan tarixini Labi Daryohi Xo'jan degan so'zdan chiqardi va otamning shahid bo'lgan tarixini Xorason degan so'zdan chiqardi. Gunohlarni mag'firat qilguvchi Hazrati Tangri har ikki haqiqiy shahidning karamlik mozorlari bog'chisini mag'firat va rahmat nurlari bilan yo'ritqay. Gunohlarni sattar, yopquchi, yigiguchi, nomlari pardasi bilan yopqay. Savob va yaxshiliklarni Vahhab
ko'p bəxş etgüçilikning taqozosi bilan karim va bəxshishga aylantirg'ay. Darajalarini ulug' martabalarga yetkazgay. Mahshar kuni o'z e'tiqodlari taqozosi bilan ahli sunnat jamoati ichida tirildirgay. Payg'ambar alayhissalom va uning tavobatlarining hurmati bilan bu duoyimni ijobat qilg'ay. 15-bob. Bu kitobning muallifi Mirza Muhammad Haidar ko'ragan, boshdan kechirgan voqealarning bayoni. Shohibixon otamni shahid qilgandan keyin meni elib kelish uchun Buxoroga kishi avatdi. Uning maqsadi meni suvga tashlab, Xo'jan daryosiga cho'ktirib Tangrining rahmatiga yetkazmoqchi edi. Bu ishqa Ubaydullah Sultan rozi emas edi. Chunki u mening hamshiramning kuyovisi, eri edi. Ammo uning bu ish to'g'risida eg'iz echishiga mumkinchiligi va qudrati yo'q edi. Halbuki cheksiz ulug'liq egisi bo'lgan Tangri shunday qudrat egisidirki, falak qahramoni bo'lgan g'azabkorlar uning qahr g'azabi oldida xoruzar va zabuz bo'lg'usidir. Zamonning jafokorlarimi Tangri Taoloning jabr jafolari oldida yo'qning hisobida bo'lg'usidir. Taki Tangrining irodasi buyurmog'icha ular hech bir boshdan bir tal tuknimi kam qila olmaydi. Ming oyoqning ming putidan bir putig'imi zaxm yetkazilmaydi. Bu ma'niga dalil va bu mazmunga shohid bu fiqr shikastining sarguzashtlarining bayonidir. Chunki Shohibixon Hazrati Tangri Taoloning qahrorligi va ulug'ligining bir timsoli sifatida nini saltanat korxonlarini vayron qildi. Nini shohona xonadonlarni yer bilan yakson qildi. Shu jumladan biri Sultan Husayn Mirzaning avlodlari va tavalliklarining xonadonlari bo'lib, ular 200 mingga yaqin kishi edi. Sultan Mahmud Mirzalarning 50 mingga yaqin kishi edi. Bularning hammasi Shohibixonning qo'lida ostin-ustin bo'ldi. Yana Samarqandning shohlik saltanatini Sultan Ahmad Mirzalarning tavallaridan yana nechilagan sadoqatmand jamoatlarni va ularning tavallarini yo'qlik pardasi ichiga avatdi. Uning kuch-quvvati, yuksakligi, g'azabi va siyosatlari shu darajada to'la va cheksiz edi. Shunchavala ko'p xonadonlikni u noiti ozgina muddat ichida yo'qlik shamilga shundoq suridiki, yo'qlik sahrosi ularning vujudlarining chang to'zonlari bilan to'shib ketdi va ularning aholilarining oxlarining tutunlaridan u voda ichida quyunlar ko'tarildi. Demak, shu qadar jabokor va ulug' bir podsha mendek bir ojiz yetim bolani o'ldirishning qasdiga tushdi. Halbuki mening yeshim texi bolalik yoshlarining o'tir mezgillarini tugatmagan edi. Texi men o'ngni so'ldan yaxshini yomondan farq etgudak imtiyozga ega bo'la olmagan edim. Texi quvvatni ishga solgudak kuch qudratga ega bo'la olmagan edim. Aqlim hech bir maqsad va irodani o'ylagudak va tasavvur qilgudak darajaga yetmagan edi. Shundaq bir yetim bola edimki, onam o'lib ketgan, otam shahid bo'lgan, homillarim parakanchilikka tushgan, xolalarim shahid bo'lgan edi. Menga g'amxo'rlik qildigan cho'ng og'ammi yo'q, g'amguzarlik qildiganga urug' tuqqan yaqin yo'riqlarim yo'q edi. Bu vaqt tarixning hijriya 914-yili edi. Hijriya 914-yili, milodiya 1508-1509 yillarga to'g'ri keldi. Zaman sultonlariga umumyuzlik vabo tegdi. Mo'g'ul xoqonlarining hammasi qirg'in qilindi. Hech kim taqdirning irodasidan qechib qutulolmadi. Shohibixon tog'larim, homillarimni va ularning farzandlarini qayerda topsa, shu yerda bir-birlab shahidlik yo'li bilan jannatga avatib turardi. Ularning hammasidan men kichikroq va ojizroq edim. Hammadan ajoyibrog'i shuki, ular garchi Shohibixonning tavallikining sirtidagi Mo'g'uliston poytaxtida bo'lsa-mu, ular o'zlarining o'limga zo'r-musur tutib berdi. Hatto o'zlarini ixtiyorsiz holda balo qazo qaynimiga tashlab shahid bo'ldi. Ammo men Shohibixon mamlakatining o'tirsida Buxoroda go'yo balo qazo dengizi ichida edim. Lekin menga zavol topmaydigan podsha Tangrining qudrat irodasi meni halok qilishga buyurmay, balki Tangrining irodasi mening hayotligimga qaror topgan edi.
Şuna bu kadar büyük padişah mendek yetim, zayıf ve aciz bir balını halak qilishga qasd qilgan bo'lsa-mu, ammo bir tal mo'yimga zaxm yetkazishga qudrati yetmadi. Butkul koinotning va mavjudotning egisi, izzat ikram kuch qudrat, hayvat hashamat va ulug'liq egisi, mangu hayot bo'lgan padişah Tangrining pok deb yod etaman. Alqisa, bu vaqaning tafsiloti shuki, mazkur tarixda otam Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay, Xorasonga bordi va Shohibixon uni shahid qildi. Bular yuqorida bayon qilib o'tildi. Ondan meni ilib borg'ili Buxoroga kishi avatdi. Gerçi Ebeydullah xonning meni avatishga har qancha taqti yo'q bo'lsa-mu, ammo Shohibixonning hukmiga qarshilik qila olishi mumkin emas edi. Shunga ilojisiz meni ilib boradigan kishiga topshirdi. Ularning meni Omu daryosiga g'arq qildiganligi aniq edi. U kishi otamning Buxoroda qolgan mol-mulklarini aniqlashga boshladi. Buning sababi shu ediki, u kishi Mirza Muhammad Husayn menga Buxoroda qolgan mol-mulklarimni o'g'lim bilan birga elib kelgan deb ta'kidlagan edi, dedi. Biz mol-mulklarni surishtirib yurib, bir necha kun hayol bo'lib qoldik. Mevlana Muhammad mening ustozim, otamning izbosari edi. Shu kunlarning birida u Hazrati Mevlana Muhammad qozining oldiga beribdi. Hazrati Mevlana uningdan Xorasonga qachon mangsizlar deb so'rabdi. Mevlana Muhammad oz qoldi, 5-6 kun ichida mangimiz debdi. Hazrati Mevlana uningga 1 soatdan keyin keling, sizga bir muncha so'zim bor debdi. Mevlana Muhammad 1 soatdan keyin berib qarasa, Hazrati Mevlananing suhbatdoshlari va toliblarning hammasi tarqishibdi. Mevlana Muhammad Hazrati Mevlana'nın oldiga kiribdi. Shu chaqda Hazrati Mevlana Muhammad Husayn Mirza'nın Xorasonga bordiganligini anglagan bo'lsam, men hargiz yo'l qo'ymagan bo'lardim. Endi uning o'g'lini ilib boramsizlar deb so'rabdi. Mevlana Muhammad shundoq Xudoga tavakkul qilib ilib boramiz deb javob beribdi. Hazrati Mevlana Hazrati Payg'ambar alayhissalom Tangri uningga duo va salom avatgay. Mekke kafirleri qas qilgan vaqtda payg'ambar Tangri uningga duo va salom avatgay, qechib tavakkul qilgan edi. Hozir sizlarga eng yaxshi chora shuki, pok va barhaq Tangri Taologa tavakkul qilib Mirzaning o'g'lini elib qochqaysizlar. Agar sizlarga biror xavf xatar duch kelsa, men uningga kepil bo'laman. Sizlar to'xtamasdan qochmoqqa qadam qo'ygaysizlar debdi. Mevlana Muhammad menga sizni ilib qochadigan xiyol ko'nglimga zodli yetmagan edi. Hazrati Mevlana'nın bu muborak so'zlaridan ko'nglimga ajoyib bir quvvat hosil bo'ldi. Sizni ilib qochishga shu qadar taqozolik paydo bo'ldiki, Hazrati Mevlana'nın huzuridan chiqibla bir tarafga ilib qochishning fikriga tushdim deb aytib beradi. So'z bu yerga yetdi. Hazrati Mevlana'nın zikrlari yuqorida mening kasal bo'lganligim vaqasi bayonida ozroq tilga ilib o'tilgan edi. Endi bu yerda u zotning sharafli zikrlarini tafsiliy bayon qilish zarur va lozim bo'ldi.